Mana men hozir onaman. Nima qilishim kerak farzandlarim mana sizdek inson bo'lish uchun mana prosta oddiychasiga 3 ta. Birinchisi, menimcha, masalan, farzand yig'layapti. Qo'yish kerak, yig'lasin. 2 marta, 3 marta yig'laydi, zato 10 marta keyin yig'lamaydi har kun. Qo'yish kerak. Hozir ovozi o'chsin deyish kerak emas. Bir marta to'yib olsin, to'kilsin. Bunaqa qo'yish kerak emas. Bilsin, bu hayotda yig'lasa, zaif bo'lsa, hech narsaga erishmaydi. Agar yig'lasa, zaif bo'lsa, unga olib beryapsizmi? Tamom, adaptatsiya shakllanadi o'sha bolada. Adaptatsiya shakllanadi. Aytadiki, "Davay, men yig'layapman." No, agar kuchli bo'lsa, uje unga qanaqadir yordam kerak emas, u harakat qilib ketaveradi o'zi. Ertaga uni farzandi bo'lsa, oilasi bo'lsa, uni yana ota-onasi qarab yuradi. O'zi dalshat. Shu narsani strategiyasini berish kerak birinchi o'rinda. Nima bo'lishidan qat'iy nazar.